Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kanali obunachilari. Qo'qondagi qurilish texnikalar do'konimizga shlipovka apparatlarimiz yetib keldi. Devorlarda shpakilovkalarni tekislab berish uchun ushbu apparatlarimiz Biotti va Ubay brendiga tegishli apparatlar. Bugungi video obzorimizda shu apparatlarimiz haqida to'liq ma'lumot berib o'tib ketamiz. Video boshida manzilimizni eslatamiz. Manzilimiz Qo'qon shahar Navoiy massiv Malina svetoforida joylashgan qurilish texnikalari do'koni bo'ladi. Shlipovka apparatlarimizni hozir do'konimizga ikki xil brend tagisi kelgan. Aytib o'tganimizdek, Ubay brendiga tegishli va Biotti brendiga tegishli. Bu apparatlarimizni to'liq ma'lumotlari va ishlagan videolari video davomida ko'rsatib boramiz. Apparatlarimizning motori 800 vatlik bo'ladi. Ko'rishlaringiz mumkin. 800 vatlik motor, oboroti 900 dan 1900 gacha regirovka qilsalaring bo'laveradi. 6 ta skorsli bo'ladi. 1 dan 6 gacha oborotni pasaytirib balandlashtirsalaring bo'laveradi ushbu apparatimizda. Ko'rishlaringiz mumkin mana. 220 volt ishlaydi. Toklaring 170-180 gacha tushib ketsa bemalol ishlayveradi apparatimiz. Endi komplektdan chiqadigan narsalari o'zini uzaytiradigan trubkasi 80 sm bo'ladi. Bemalol patologlarni ham tekislashlaring mumkin. Yerdan turgan holatda trubkasini ulab olib turib, uzaytirib olib turib, bemalol ish qilsalaring bo'laveradi. Mana o'zi tepada переходнigi bo'ladi, ulasalaring bo'laveradi. Keyin trubkani uchiga qo'yish uchun pilesos qopchasi bo'ladi. Bu apparatimiz pilesosli bo'ladi. O'zi shlipovka qilib, najdaglagan narsasini tortib turib, pilesos qopining ichiga to'plab beradi. Changitib olmaydi. Yana bitta plus jihati, bu o'zida chirog'i bor. Chirog'ini yoqib qo'yib shlipovka qilsalaring, devorlarda o'ta silliq holatda shlipovka qilib beradi. Endi yana komplektida o'zini daftarchalari chiqadi, sanliklari, o'ziga kerak bo'lgan zapchastlari. Undan tashqari alohida najdak qog'oz nasatkalari chiqadi va shlankasi 1,5 metrlik pilesosi uchun shlankasi bo'ladi. Pilesos qopchani yelkaga osib olinadi, shlankasini ulab turib. Yana bu apparatlarimiz mana shu holatda o'zi chamadonda keladi. Ichida hamma yo'g'i bo'ladi. Garantiyalari 3 oyga bor. Kimga ushbu apparatlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, ekran ostida nomerlarimizni qoldirib qo'yamiz. Bemalol telefon qilib xarid qilishlaring mumkin. Ishlagan videosini so'ragan akalar uchun videoni burchagida ishlagan videosini qo'yib boramiz. Bemalol ko'rib xarid qilishlaring mumkin. Ishlashi yoqqan bo'lsa, apparatlarimiz narxi kimga qiziq bo'lsa, ekran ostida nomerlarimizni qoldiramiz. Telefon qilaverasizlar. Narxlari arzon narxlarda birinchi qo'l asosida bemalol kelib xarid qilishlaring mumkin yoki dastavka xizmatlari ham bor, zakaz berishlaring mumkin. E'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat. Video yoqqan bo'lsa, bittadan like bosib qo'yaverasizlar.